Saudiyaga borib O'zbekistondanman deyilgan bo'lsa, birinchi o'rinda shu Al-Buxoriyda so'zga olinadi. Ular Al-Buxoriyda qabri Samarqanddaligini biladi, O'zbekistonligini ham biladi. Shuning uchun birdaniga u Al-Buxoriy deb Al-Buxoriy bilan eslanadi. Eng og'ir tomoni, xafa bo'lmanglar, shu Saudiya Arabistoniga borib turganlardan Al-Buxoriyda bir 2%, balki 5% deng, 5% bilishi mumkin. 95% Al-Buxoriyda kim bo'lgan, qachon o'tgan, to'liq ismi nima bilishmaydi. Shu qatori o'zim ham to'liq bilmayman. Endi shu Saudiyaga borganimda shu holatga duch kelgan edim. Ular mendan so'ramagan, shunchaki Al-Buxoriy deb aytishganida o'zimga alam qilgan. Endi Al-Buxoriy haqida o'zim uchun kim bo'lganligini bilaman, lekin ismini, yashagan vaqtini, yillar esimda qolmaydi. Shuning uchun shularni o'rganyapman. Shu bilan videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.